Masalan, ko'plar aytadi, men Qur'onga, hadisga ergashaman deydi. Qur'onga, hadisga ergashaman deb turib, o'zi bilgandek ma'no chiqarib olaveradi. Yoki hadisdan bir o'zi bilgandek ma'no chiqarib olaveradi. Unda keyin adashib ketadi. Yoki ba'zilar Hanafiy mazhabidan bir masalani olmoqchi bo'ladi, Shofiy mazhabidan bir masalani, Malikiydan birini, Hanbaldan birini olmoqchi bo'ladi. Bu ham xato bo'ladi. Ya'ni bitta mazhabni mahkam ushlamasdan xohlaganni olib yurish, osonni olib yurish, go'yoki osonni yengilni olish. Qaysi masalada, masalan, tahorat masalasida Shofiy mazhabi yengil bo'lsa, uni oladi. Namoz masalasida Hanafiy mazhabi bo'lsa, yengil bo'lsa, uni oladi. U xato bo'ladi. Buni talfiq deydi, ya'ni bu harom degan ulamolarimiz. Bunday qilib yurishlik harom degan. Qarang. Nima degan u? Qiyinchilikda o'ziga yuklangan masaladan qochishlik degan. Qochishlik bo'lib qoladi. Yana ba'zilar mazhabga ergashish borasida agar mazhabga ergashsang, o'sha mazhabdagi olimlarga ergashgan bo'lasan, sen hadisni, oyatni olishing kerak. Shunda Xudoning aytganiga, Payg'ambarimiz alayhisalom aytganiga ergashgan bo'lasan deyishadi. Bu ham xato fikr. Nima uchun? Chunki o'sha mazhab ulamolari o'zlari tuzgan mazhablarni o'sha Qur'on oyatlari va hadis shariflardan yechib olgan o'shani. Masalan, ya'ni ularga ergashyapman degani Qur'onga, hadisga ergashyapman degani.